Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 7-ci ayının 29-cu günü Peyşənbə. Həmmələrə şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Dunya Uyghur Qurultiyi 28 iyul günü yəkan qırğınçılığının 7-ci illiği münasibəti bilan arqa-arqadan məxsus bayanat və axbarat elan qılıb, müstəbid kommunist Xitay hakimiyyətinin 2014 yılı 7-ci ayının 28 günü yəkanның iliş qo'yisini mərkəz qılğan halda Uyğurlarga qarta rəhimsizlərcə ilib bağan qırğınçılığını qattiq ayıplaş bilan birgə xalqaro jamoatchilikning Xitay hakimiyyətinin növbətdə Şərq Türkistan xalqiga yurgizayotgan irqiy qırğınçılığı və insoniyatga qarşı jinoyatlarni to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Bayonotda 28 iyul yəkan qırğınçılığı müstəbid Xitay hakimiyyətinin Uyğur xalqiga qaratgan top yakun irqiy tozalash harakatining tipik o'rnikidan iborat deb ko'rsatgan Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim Ürümçi qırğınçılığı yüz bəgəndə xalqaro jamoatchilikning bununğa qarta yetarlik dərəcədə inkas qaytarmaganlığı səbəblik arqadan yəni yəkan qırğınçılığının yüz bəgənligini, yəkan qırğınçılığını xalqaro jamoatchilikning yana bir qitimliq məğlubiyyəti deb qarashqa boladiganligini, növbətdə Xitayning bütün Şərq Türkistan miqyasida elib beriyotgan irqiy qırğınçılıqni to'sib qilish və Uyğurlarning eng aqalli haq huquqlarini asliga keltirish uchun xalqaro jamoatchilikning Xitoyga qarshi jiddiy harakatga o'tishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Qurultayning bu vaqtda e'lon qilgan axborotida mundaq deyilgan. Yəkan ilişqo qırğınçılığının 7-ci illiği münasibəti bilan müstəbid Xitay hakimiyyətinin insan qilibidan chiqqan rəhimsiz qırğınçılığı tüpəylidən hayotidan ayrilgan yəkan şəhidlərimizə. Şundaqla Şərq Türkistan xalqining erkinligi və azadlığını qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotini taqdim qilgan barliq aziz shahidlarimizga cho'nqur ehtirom bildiramiz. Müstəbid Xitay hakimiyyətinin zindonlarida, jazo lagerlarida və məcburi əmgək silish maydonlarida azab oqibat chekiyotgan millionlagan xalqimizga Allohdan esenlik tilaymiz. Müstəbid kommunist Xitay hakimiyyətinin 2014 yılı 7-ci ayının 28 günü yəkanның ilişqo yesini mərkəz qılğan halda ilib bağan rəhimsizlərcə qırğınçılığı jarayonida 3000-dan 5000 ətrafında begunoh Uyğur dehqon hayotidan ayrildi. Neçə min yildan buyon ismi cismi yo'qolmagan yəkanның bir qancha an'anaviy yezi qishloqlari xaritadan o'chirildi. Minglagan, hatto 10 minglagan begunoh Uyğur dehqonlari bu voqeaga chetilib rəhimsiz Xitoy hakimiyyəti tarafidan zindonlarga mahkum qilindi. Şərq Türkistan bo'yicha nopus jihatda birinchi o'rinda turadigan va umumiy nopusi taxminan 1 milliondan oshadigan muqaddas yəkan. Ya'ni Uyghur Saidiya xonligining qadimiy poytaxti Yəkan viloyati butunlay vayronchilikqa uchradi. Xarobiylikka aylangan Yəkan diyoridan yangrgan nafrat, qisos va cho'qon sadolari butun Şərq Türkistan zaminini larziga soldi. Müstəbid Xitoy hakimiyyətinin qadimiy poytaxtimiz Yəkanda ilib bo'lgan bu vahshiy qirg'inchiligini qisos va intiqom tuyg'ulari bilan abadiyan yod etish va Yəkan shahidlarimizga bo'lgan cheksiz hurmatimiz va seg'inishimizni bildirish bo'lsa, muhojiratda yashayotgan butun Şərq Türkistonliklarning vijdoniy va milliy burchidan iborat. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti 27 iyul kuni xalqaro olimpik musobaqasining qo'llovchi shirkatlari bilan to'r yig'ini ochdi. Yig'inga Airbnb shirkati, Coca-Cola shirkati, Intel shirkati, Procter & Gamble shirkati va Visa shirkatining vakillari qatnashdi. Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan James McGovern, Christopher Sims va Jennifer Wexton qatorliqlar bu shirkatlardan 2022 yillik Beijing olimpik tanarkat musobaqasidan chekinishini talab qildi. 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining to'r betiga qaraganda 2022 yildagi musobaqaning asosliq hamkorlashuvchilari Coca-Cola shirkati, Intel shirkati, Procter & Gamble shirkati va Visa shirkatini o'z ichiga oladi ekan. Yig'inda Davlat Majlisi a'zolari ayrim so'z qilib, bu shirkatlarning Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi deb ayblagan Xitoyni qo'llaganligini aybladi. Ammo bu shirkatlar o'zlarining qo'llashining kelar yillik Beijing olimpik tanarkat musobaqasiga ancha cho'ng ta'sir bo'lmaydiganligini aytib, 2022 yillik Beijing olimpik tanarkat musobaqasidan chekinish haqida so'ralgan savollarga udul javob berishdan o'zini qochirdi. Jeff Merrickli Amerika shirkatlarining 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi bilan hamkorlashishi xuddi Hitler rahbarligidagi 1936 yildagi Berlin olimpik tanarkat musobaqasini qo'llaganlik bo'ladiganligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Xitoy hokimiyati o'z fuqarolarga qarshi dahshatli siyosatlarni yurgizayotdi. Kelgusida vaziyat texmo nacharlashishi mumkin. Navbatdagi ahvol 1936 yildagi Berlindan munachar. Chunki irqiy qirg'inchilik hozirning o'zida ilib berilmoqda.
Yig'inga qatnaşqan şirketlərning vakillari irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir davlatda o'tkazilmoqchi bo'layotgan olimpik musobaqasini qo'llamaslik haqidagi fikrlarga nihoyat sus muomalada bo'ldi. Ular bu masalaning tanarkat dunyosini va tanarkatchilarni qo'llash masalasi ekanligini takrorlash orqali 2022-yillik Beijing olimpik tanarkat musobaqasi jarayonida e'lon berib qo'llashdan voz kechish to'g'risidagi savollardan izchil o'zlarini qochirdi. 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini kechiktirish va yoki Xitoydan yo'tkash chaqirgani Amerika Davlat Majlisidagi Cumhuriyetçiler Partiyasi va Demokratlar Partiyasining rahbarlari birlikda o'ttirg'i qo'ygan. Kuzatuvchilar bu Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni har xil yo'llar bilan to'xtatish har qaysi partiyalar birlikda harakat qiladigan o'rtaq masalaga aylanganligining ifodasi deb qaragan. ABC agentligining 27-iyuldagi xabarida aytilishicha, Florida shtatidan saylangan Avam palata a'zosi Michael Waltz tunji qitim Beijing qishliq olimpik musobaqasini to'liq boyqut qilish tashabbusini o'ttirg'i qo'ygan. Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim bo'lsa bu yilning 5-ida bu musobaqani diplomatik boyqut qilish tashabbusini o'ttirg'i qo'ygan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandimning istansimizga bildirishicha, bugun, ya'ni 29-iyul kuni Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dab qilish jihatda yana keng va tafsiliy mazmunlarni o'z ichiga olgan Uyg'ur siyosat qonun loyihasi tanishtirildi. 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komiteti mas'ullarining istansimizga bildirishicha, bu yil 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining vakillari uchun iltimos sunadigan nomzodlarning umumiy sonining 1000 nafardan oshadiganligi mo'ljallanmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarkibidagi har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va qurultayning xizmatchi xodimlaridan bo'lib 40 necha kishidan tarkib topgan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komiteti tarafidan har qaysi allarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlarining a'zolarining umumiy soni 100 nafardan ortiq bo'lib, ular vakil nomzodlarining iltimosini qabul qilish va arxivlashtirish xizmatlarini jiddiy qanot yaydirmoqda. Nomzodlik iltimoslarni qabul qilish xizmatlari tamomlangandan keyin 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komiteti va qurultay taftish hay'ati qurultayga vakil bo'ladigan nomzodlarga qo'yiladigan shartlar haqida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplarga asosan vakil nomzodlarining salohiyatini oxirgi qitim qayta tekshirib bekitadi. 7-navbatli qurultayga vakil saylash xizmatlari 8-oyning oxiriga qadar tamomlanib bo'ladi va Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda 8-oyning 22-kuni yakshanba o'xshash kunda bir tutash holda vakil saylami o'tkaziladi. Qurultayga vakil bo'lishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zlari turishliq davlatlardagi vakil saylash komitetlariga va qurultay tarkibidagi tashkilotlarimizga bevosita murojaat qilsa bo'ladi. Har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng az 3dan 1 qismi yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib tepishi shart. O'zini men Sharq Turkistonlik deb bilgan, Dunya Uyg'ur Qurultiyini himoya qiladigan, qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga uyg'un kelgan 18 yoshdan yuqori har qanday bir kishi 7-navbatli qurultayga vakil bo'lish salohiyatiga ega. Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababli xalqaroning intoyin kuchlik besimi va qarshiligiga duch kelgan Xitoy hokimiyati butun ishki tashqi tashviqot vositalarini ishga silib, go'yo Sharq Turkiston musulmonlari bu yillik Qurbon hayitini xo'shal-xuramlik va shodlik ichida o'tkazayotgandek bir soxta manzarni yoritishga tirishgan. Xitoy xabarlar bilan ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan sin filmlarda Uyg'urlarning Qashqar, Urumchi, G'ulji qatorliq shaharlardagi masjid va maydonlarda Qurbon hayitlik samo usuli o'ynayotgan ko'rinishlari. Shundaqlar rayondagi har millat xalqining o'zaro hitlashib, hamma joyning hit kayfiyatiga to'lg'anlik ko'rinishlari qayta tashviq qilingan edi. Ammo Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining aniqlashicha Sharq Turkistonning shahar va nohiya markazlaridagi oz bir qism nuqtaliq masjidlarla hit mezgilida jamoatga ichilgan bo'lsa-mu, yana ko'pinchisining taqoq holati davom qilgan. Masalan, Oqsuning Oykul bozorida 50 yoshdan yuqorilarning hit namoziga qatnashishiga yo'l qo'yilgan. Bu qoidani buzgan 170 necha kishi soqchixonada so'roqqa tortilgan. Oykuldagi aholilardan birining inkos qilishicha soqchilar hit namozidan keyin shu hit namoziga qatnashgan barliq kishilarning uy va kimlik rasmiyatlarini aqtirib, uning yeshining rostilla 50 yoshdan yuqori yoki emasligini surishtirib qilgan. Kimliklarda ikki xil yozilib qolgan yoki 50 yoshdan yuqori deb yozilgan bo'lsa-mu, to'g'riliqi gumonliq deb qaralgan bir qism kishilar so'roq va tekshirish uchun soqchixonaga olib ketilgan. Yana ba'zi aholilarning inkos qilishicha, soqchilar mahalladagi 10 oila boshliqi nomidagi payloqchilari orqali masjidga bormay, uylarda xufiyona hit namozi o'qiganlarni surishtirib qilgan va bu xil gumon bilanmi mahalladan bir qism kishilar beshiga qora xalta kiydirilib elib ketilgan. Bundan ilgirmi Erkin Osiyo radiosi otishda 65 yoshdan oshqanlarning namoz o'qishiga ruxsat ekanligini va bu qoidani buzganlarning lagerga aktilayotganligini dalillab chiqqan edi.
Shveysariyada nashrdan chiqadigan yangi zo'rikliklar gazeti 28 iyul Xi Jinpingning eng zo'r boyliqi nomli bir maqola e'lon qilib, Xitoy raisi Xi Jinpingning Uyg'urlarni bostirish va g'arbga qarshi turishda Xitoy xalqining ham kommunistik partiyaning millatchilik ideologiyasini qo'ral qilayotganligi, bu ideologiyadan unumli foydalanib o'zining hokimiyat beshidagi o'rnini mustahkamlayotganligi ilgari surilgan. Maqolada bayon qilinishicha, Xi Jinping 2018 yil Xitoy qonunidagi davlat raisining vazifa o'tash muddatiga qo'yilgan cheklamani o'ngishli bekor qilib, mangulik rais bo'lish fursatini yaratgan. Uning ham kommunistik partiya ichida ham Xitoy xalqi orasida qo'llashga erishilishidagi asosli dasmi qip-qizil millatchilik ideologiyasiga ega bo'lganligi ishkan. Uning 2013 yili Xitoy tushishi o'rnini ko'tarib chiqib, Jo'nxo millatlarining buyuk qad ko'tarishini tashabbus qilishi. 2050 yilga borganda Xitoyni dunyodagi eng qudratli zamonaviy davlatga aylantirish chaqiriqi Xitoy xalqini mastona qilgan. Xitoy mazkur maqolada faqat Xitoylarla hokimiyat yurgizadigan milliy davlat deb atalgan. Xi Jinping taxtga chiqqandan boshlab millatchilik ideologiyasidan qoral sifatida foydalanish yo'lini tutgan. Buning uchun Xitoyning televiziya, gazet, internet qatorliq har turli axborot vositalarida har kuni Xitoyning qad ko'tarishi bilan G'arbning zaiflashishiga boshlaganligi, G'arbning tutayotgan yo'lining xatoligi, G'arbda to'xtamasdan urush jidal, terrorlik, ko'chmanlar krizisi, ofatlar yuz berayotganligi, aksicha Xitoyning tutgan yo'lining to'g'riligi, Xitoyning tinchligi, Xitoyning to'xtamasdan ilgarilayotganligi, qudrat tepayotganligi kuchab tashviq qilinib, Xitoy xalqining ideyasida G'arb allari aski Xitoy yaxshi deydigan ta'sirotni shakllantirgan. Bu ta'sirot hatto Xitoyning xalqaro munosabat, G'arb bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlik va diplomatiya sohalariga qadar kengaygan. Xitoylar chet elliklar bilan bo'lgan har qanday munosabatda o'zini ustun tutadigan kibrga erishgan. Xuddi Hong Kongda yuz berganda Xitoyda bir voqea yuz berib qolsa, buning o't piltisini ikkilanmay g'arbliklarga otib qo'yish o'zgarmaydigan odatga aylangan. Maqolada o'tirg'i qo'yilishicha Xi Jinping qo'zg'agan va qo'ral qilgan bu millatchilik boshqa millatchilarning mustaqilligini, insoniy haqqini to'namaydi ekan. Xitoy xalqi hokimiyat bilan birlashib boshqa millatlarni bostirishni o'zining burchi biladi ekan. Maqolada mundoq deydi: millatchilikning yadrosidagi buzg'unchilik Xitoyning ichki siyosatida allaqachon o'zini namoyon qildi. Xalqni, bo'libmi boshqa millat va etnik guruhlarni qattiq idora qilish yoki tizginlashda ularga qo'llangan zulm va bostirishlar buni ko'rsatib berdi. Xinjiangdagi Uyg'urlarga yurgizilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlar Xitoy millatchiligining boshqa millatlarning mustaqilligini e'tirof qilmaydiganligini dalilladi. Biroq Xitoy jamiyatida jonqur yiltiz tatgan bu millatchilik vaqti kelganda Xi Jinpingga eg'ir bosh og'riqi tepib berdi ekan. Ashaddiylashgan millatchilik ba'zida arzimas bir voqeani ulg'aytib, tizginligili bo'lmaydigan zo'r hodisaga aylantirib yetadi ekan. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sunduq. Keyingi qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.